İş xo'jayinim oyoqqa turib ketsam bo'ldi. Shu mollarimni baxtiga hali boquvchi o'g'licham endi 6 yoshda. Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari. Hammalari yaxshimi? Joninglar sog'mi? Do'stlar, shu videomizni oxirigacha ko'rib borasizlar. Chiroyli like bosib tarqatib qo'ysalaring mayli. Men hozir Tojikiston Respublikasi Bobojon G'afurov nohiyasi mana Ispsor qishlog'idaman. Bir akamiz oldiga keldim, bizni murojaat qilib chaqirgandilar. Do'stlar, iltimos qilaman hammalaringdan shu videoni tarqatib qo'yinglar. Beahamiyat bo'lmanglar jigarlar. Tarqatib like bossalaring ham tarqaladi. Duo qilib qo'ysalaring ham boshimiz osmonga yetadi. Qani do'stlar, biz akamiz oldiga kiraylik. Assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Durustmisiz? Hammalar yaxshimi? Biz hozir Ispsor qishlog'idamiz. Mana Mansur aka oldilariga keldik. O'zlaridan eshitamiz. 5 yoshimda operatsiya bo'lgan edim, ikkala buyuragimda. Shundan shu yerga buyrak bilan kurashib kelib oxiri shunga kelib qoldi. Endi hozir mana kateter qo'ydirib keldik. Ikkovidan bittasi buyrak qo'ydirish kerak endi. Shunda qoldi oxiri. Hozir buyrak biror qaytingizda og'riq bo'lyaptimi yo oyoqlardami? Oyoqda og'riq bor, quvvati yo'q, madorsiz. Bemador. Havani sig'ida yurib bermaydi. Ha shu yoqqa bu yoqqa chiqaman. Ishga yaroqsiz deb qoldi. Do'stlar, mana shu akamlarni mana o'zlari aytyaptilar. Ikkita buyraklari mana bittasi qurigan, ikkinchisi ham kamgina qolgan. Men o'zlaridan so'rab oldim. Ularda ayollari mana apamlar donorlik qilyaptilar. Apa, bu donorlik nimalaringiz, qonlar to'g'ri kelganmi? Ha, hammasi to'g'ri keldi. Qonlarim. Yuragim ham to'g'ri kelarkan. Ha, yig'lamang apa. Xudo xohlasa mana biz do'stlar, musofirdagi do'stlar, mana o'zimizni Ispsor qishlog'imizda, masalan, Qatag'an hamma biz jambiz. Birga bitta harakat qilsak, bu akamlarni to'g'risini aytaman, akamlarga 70 ming, 80 ming somon operatsiyalarga pul kerak. Bizda mana Ispsor qishlog'imizda hamma yaxshi insonlar bor. Shu yaxshi insonlar Qatag'an qishlog'ida bitta harakat qilaylik shu akamlarda. To'g'risi men do'stlar kelaman, bilasizlar meni. Avval surishtirib akamlarni mana oilalarini, qarindosh urug' misol hammalarini surishtirib, kasallarini bilib keyin sizlarga murojaat qilaman. Haqiqatdan yordamga muhtoj insonlar. Iltimos, yordaminglar kerak. Mana shu akamlarda hozir dializ 1,5 marta qildilar. Buni qonni almashtirib turibdi, shu peshob qonga ketib qolishi mumkin. Shu buyrak atkaz qilgan, значит, bittasi qurigan, ikkinchisi ham kamgina qolgan deyaptilar mana. Mana shu apamlar mana farzandlar nechta, aka? 4 ta farzandim bor. Ikkitasini uylaganman. Biri 9-sinfda o'qiydi, biri 6 yoshda hali, o'g'licham kichkina. Eng kichkinasi o'g'il. Yoshingiz nechida aka? 47 to'lib 48 ga. 48 yoshli mana Mansurjon aka. Xudo xohlasa aka, Alloh sizga kuch-quvvat bersin, sog'lik, salomatlik. Yoningizda mana xalq bilan birgalikda turib beramiz. Yaxshilab bir sog'lom bo'lib aka, xudo xolasa Toshkentga doktorlar bilan gaplashib kelganlar. Inshaalloh pulimiz tez kunda yig'ilsa, shu akamlarni jo'natamiz. Sizlarning yordaminglar bilan biz sababchi inson mana harakat qilaveramiz. Do'stlar, sizlardan bitta yordam. Bizga yordam qilolmay yoki bir kuchingiz yetmasa, duo qilib mana shu videomizni tarqatib, duo qilib yozib qo'ying. Mana shu akamlarga hachchi bir yordam bo'ladi. Siz yordam qila olmasangiz, siz 10-15 ta insonga jo'natgan bo'lsangiz, o'sha 10-15 ta insonning ichida 10 tasi va 5 tasi yordam qiladi. Savobi sizga ham bo'ladi. Bo'lmasam do'stlar, mana bu akamlarning qog'ozlari mana. Mana bu qon o'zlarining o'zi qog'ozlari, qon qog'ozlari hammasi mana doktordan o'tgan. Do'stlar,
sizlarni yordaminglar kerak. Endi sizlardan yordam shuki, shu xo'jayinim oyoqqa turib ketsalar bo'ldi. Shu mollarimni baxtiga. Hali boquvchi o'g'licham endi 6 yoshda. Boquvchimiz yo'q hozircha. Kattalarimiz hammasi qiz, farzandimiz. Sizlardan iltimos xo'jayinimga yordam qilsalaring. Yig'lamang opa, ziq bo'lmang holi. Mana men to'g'risini aytaman, xursand bo'lib gapiraman. Mana shu zarzaminda mana endi iloyim hech kimni boshiga tushmasin. Zarzaminda 2-3 ta xonadonga biz yordam berganmiz. Hammamiz mana sog'lom bo'lib ketganlar. Aka Xudo xohlasa sog'lom bo'lib Toshkentdan qaytasiz inshaalloh. Hamma kasalliklardan shu yoqqa tashab qaytasiz. Xursandchiligida mana shu bular afsona bo'lib qoladi. Yig'lab ziq bo'lmang. Mana akamlarda 4 farzandlari bor ekan. Bularga ilohim yaxshi bir niyat qilamiz. Bular shu farzandlariga bosh bo'lsinlar. Inshaalloh sizlarning duolaring bilan, yordamlaring bilan do'stlar. Iltimos shu yana o'tinib so'rayman. Hamma shu kasallarga borganda o'tinib so'rayman. Shu yordaminglarni ayamanglar. Shu videolarga beahamiyat bo'lmanglar. Mana shu o'zlarini karta raqamlari bor. Dushanbe City, Esxata, mana shu Sberbanklari bor. Shularda nomlari, o'zlarini karta raqamlarini qo'yaman. Mana shu bichoyda yozilib turadi. O'zlarini karta raqamlarini qo'yaman. Yordamingizni ayamang do'stlar. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, rahmat hammalaringga. Shu videoni kengroq tarqatib qo'yinglar.